Avtomobil yo'llarida transport vositalarini guruh bo'lib harakatlanishi qoidalarda taqiqlanishi, bu esa boshqa harakat ishtirokchilariga xalaqit berishi bilan bir qatorda harakat xavfsizligiga rahna solish demakdir. Bu borada har qancha chora-tadbirlar, targ'ibot ishlarini olib borilishiga qaramay, hamon ayrim haydovchilar xulosa qilmagan ko'rinadi. Qoidabuzar haydovchilarga xodimlar tomonidan tushuntirish ishlari olib borildi. Bayonnomalar rasmiylashtirildi. Kelgusida takroran sodir etmasliklari xususida ogohlantirildi. Joriy yilning 2-dekabr kuni Termiz tumani hududida ushbu transport vositalari avtomobil yo'llarida guruh bo'lib harakatlanib to'y marosimida qatnashganligi. Olib borilgan surishtiruvlarga qaraganda to'y marosimi Angor tumani fuqarolariga tegishli bo'lganligi, transport vositalari Angor tumani jarima maydonchasiga olib kelib joylashtirildi va har bir avtomashina haydovchisiga nisbatan qonunchilikda belgilangan tarzda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilmoqda. Biz shu do'stimiz to'yida o'zimiz bilmagan holda ko'chada boshqa harakat ishtirokchilariga bilmagan holda zarar yetkazib guruh bo'lib harakatlanibmiz. Bu ish noto'g'ri ekan. Boshqa bir holat tavsiya qilmaymiz, hech kimga, o'zimiz ham qaytarmaymiz. Boshqa qilgan ishimizdan tegishli xulosa chiqardik. To'yda kortejda qatnashdim. Jarima qo'llanildi. Bundan xulosa qildim, boshqa takrorlanmaydi. Hurmatli ota-onalar, yaxshi kuningizni tinch, osoyishta o'tsin desangiz, farzandlaringizni bu kabi ortiqcha tashvishlardan cheklang. Qoidalarga amal qiling. Amalda yo'l harakati qoidalarining 11-bandini buzib, ya'ni harakat davomida guruh bo'lib harakatlangani sababli Ma'muriy javobgarlik kodeksining 129-moddasi bo'yicha sizga nisbatan tegishli chora ko'rildi.